Joriy yilning 19-mart kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuvida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash biznes strategik yo'limiz deya ta'kidlab, ushbu soha rivoji yo'lida biznes egalari uchun alohida yengilliklar va imkoniyatlar berilishi hamda ularning muammolarini hal etish maqsadida joylarda rahbarlar bilan yuzma-yuz uchrashuvlar tashkil etish belgilangan edi. Shunga muvofiq Hazorasp tumanida ham soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan tadbirkorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish hamda ularning barqaror rivojlanishiga ko'maklashish maqsadida kichik va o'rta biznes vakillari bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Hazorasp tumanida kichik va o'rta biznes vakillari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda soliq siyosatidagi o'zgarishlar, soliq stavkalari va imtiyozlari xususida tushuntirishlar berildi. Ochiq va konstruktiv tarzda o'tgan davra suhbatida tadbirkorlar faoliyatida duch kelayotgan dolzarb masalalar muhokama qilindi. Ularga tegishli huquqiy maslahatlar berildi. Bugungi kunda tumanimizda 4080 ta tadbirkor subyektlar faoliyat kuzatib kelyotir. Shulardan 4057 tasi kichik biznes tadbirkorlari, 20 tasi o'rta biznes tadbirkorlari, 3 tasi yirik tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi. Uchrashuvdan asosiy maqsad tadbirkorlarning muammolarini o'rganish, unga tegishli tartibda yechim topishda ko'makchi bo'lishdir. Uchrashuvda qatnashgan tadbirkor Mahmudjon Abdullayev ham soliq boshqarmasi rahbariyatiga o'zini qiynayotgan masala yuzasidan murojaat qildi. Unga murojaati bo'yicha tegishli tushuntirishlar berildi. Bu tadbirimizda shu elektr energiyasi to'g'risida, ya'ni quyosh panellaridan foydalanish to'g'risida ham kerakli ma'lumotlar berib o'tildi. Ya'ni tadbirkorlarga yaratilgan shart-sharoitlar to'g'risida ma'lumotlar berib o'tildi va men o'zim shu paytgacha qiziqtirib kelgan o'zim savollarimga shu tadbirda ko'p javoblarni oldim. Shuningdek, soliq qonunchiligiga amal qilib, soliqlar va majburiy to'lovlarni o'z vaqtida to'lab kelayotgan va shu orqali mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelayotgan bir guruh tadbirkorlar turli xil nominatsiyalar bo'yicha munosib taqdirlandi.